Şu vakti kim takımda tefsirle bayan kıtalatala. La yagurranneke tekallubul-lezine keferu fil bilad. Sizni kafir boğalla şehirlerde kafir boğallarının şehirlerde örülüp, çöğülüp, kizip yürüyüşleri la yagurrannek size her kız mı aldımısın? Müşahede Musannif Rahimahullah deydi ki yani rivayet kılınışça müminlerden bir bölükü dediler ki Allah Teala'nın düşmanları bizniki bunda kuruşumuzca intayin rahat paragat yaxşılıkta paravallıkta yaşavıtıptı ve kad halakna minel cu' biz bolsak açlıktan halak bulup ketiptimiz dep müminlerin bir bölükü müminler dedi. Ve emret hazır vaktimiz qarsak mı şunda Xitay komünistleri şunda Türkistanlık biçarlığı zulüm kılıp atkan şunda eski kafirler nima qılatıda şunda xoşal kuram rahat paragatı devran sürüp yaşawatıdı. Amerika'da Rusya'da eski kafirler şunda terakki kılıp rahat paragatı yaşawatıdı. Lekin mümin Müslüman şehirleri çoğu Suriye'de Türkiye'de İslam şehirleri bir hemmisi kırıp kurbadı. Türkistan'daki kardeşlerimiz hemmimiz kapılıkta. Türkiye'de müşahede hemmimiz kökenler yerde uğraş afeti şunda kardeşlerimiz şehitler gitti. Tirik kalanın haleti ülep ketkeninin haleti bu yaman muşunda halette. Kütüyemiz sangatuvada bala yapatla üstüden kelavatkan halet. Muşunda halet oldu mu? Muşunda halet boğalı için Allah Teala nime davatıdı. Şu vakti da müminlerin arasında şunda sahabının içinde şunda kaplıklı boğan, şunca kıyın kıstaklıklığı, acılıklı kalgan, kafirli şunda rahat paragat yaşavatkalığını kırıp müminler şunda da Resulullah'ın şöp kelge vakti da şu an şu ayet nazil oldu. Bu ayet şu sebebi has olan bilen hükmü am. Hem zamandaki mümin Müslümanlığa ammi, umumi ayet. Demek hazırki şu Suriye, Türkiye'de mi yatırıp gitken bir çare Müslümanlığı hemmimiz ki am. Allah Teala nemi davatıdı. Muşola hakkında tebulak teselli verip fenezel muşayet çıktı. La yagurrenneke tekallubul-lezine keferu fil bilad. Şehirlerde kafir boğallarının örülüp çürülüşleri diyen yani kizip, sefer kılıçıp, devran sürüp, rahat paragat yasap, naayeti meydesin tutup yürüyüşleri herkesin aldap koymusun. Vel hitabu li kulli ahad. Bu hitap her bir kişiye yine. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinin bağlı her bir kişiye. Evlin Nebi Aleyhisselam ya bu hitap Peygamber Aleyhisselam la yagurrannek hitap bir adamlık atılmaz. Siz de aldımısın dedi. Silahını demeyi. Siz de aldımısın dedi Peygamber Aleyhisselam var. Lakin vel muradu bihi. Bunundaki murad. Bu hitap bilen murad. Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılınan bilen Peygamber Aleyhisselam'ın gayridir. Nimişka? Çünkü kavmdeki en yüzlük adamı, kavmdeki en aksakal aldığı tutkan rehberleri, pişkademleri diyen yuhatabu bir şeyin bir gap bilen hitap kılınası şu en kavmdeki yüzlük adamı hitap kılındı. Şu kavmdeki aksakal rehberge kılınan hitap şu kavminin hemmisi kılınan hitapını onudu budu. Mesela padişahın birisi bir şehir, bir kentte yazı satan bir perman düşürmekçi olsa o permanı kim yapır, kim şurada şu şehrin valisi, şu şehrin başlığı, şehir başlığı uçurdu. Yani şehir başlığı uçururken permanın hemmisi bütün şehir ehlige kupaya, okşaş gibi. Bu düşünde Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a aldı mısın dedim ha, aldı mısın dediğinde bütün bendilerini gösterdi. فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ Huddu bunun manası. Silini aldı mısın dediğinde bu manası. Siz de aldı mısın dediğinde silini aldı mısın. Nemiş ki bunda da emizdi sana. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan o kafirliğindeki hali hiç kaçan kafirin ahval qarab binip bakmagan, aldınıp bakmagan. Onun halini düşken bizim o halimiz bundan şekilde Peygamber'in çoğunu gidip bakmagan o iş. Anladın? Peygamber Aleyhisselam bu kitap kılındı diyecek. Peygamber Aleyhisselam anda bakmagan. Anda oğandı ki fe'akkede aleyhi ma kan aleyhi. Peygamber Aleyhisselam'ın sıfeten bu ayetin muhta yani evet beşli bir size bitkende Peygamber Aleyhisselam'ın şu haletini tekitleş. Peygamber Aleyhisselam sakatlıgan şu haletini tekitleş. Yani siz hazırca bu kafirliğindeki nazu nimetleri, rahat paragatları, ölüp çöğülüşleri, kizip sefer kılıçları, devran sürüşleri aldanmaya geldiniz. Bundan kinma muşahatınızı saklap kalın. Muşahatınızı çın tutun diye bu manası. Ve sebbit ala iltizamihi diye okşaş gibi. Xuddi bunun manası Allah Teala'nınki. Yeni bir ayette فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِرًا لِلْكَافِرِينَ Yeni bir ayette وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ diye Allah Peygamber Aleyhisselam'a. Siz herkes mi kafirliğe yandak olmanız. Siz herkes mi müşrikidin olmanız diye.
Peygamber sallam hech qachon kafirlarga yordam qilmagan, hech qachon mushrikdan bo'lmagan. Lekin endi siz hozirgacha kafirlarga yantayoq bo'lmadingiz. Hozirgacha mushrik bo'lmadingiz. Mushu otingizni mustahkam tutib saqlang. Mushu otingizni mustahkam turing. Mushu otingizni saqlang demoqchi ma'nosi. Va hada fi nahyi, ya'ni ma'ul hammasi biz deb turgan la tag'urrannak, la yag'urrannak va la fala takunanna degan hammasi nahy haqida kelgan, ya'ni cheklama haqida kelgan. Bu Alloh taolaning ihdinas siratal mustaqim degan oyatiga o'xshaydi. Ya'ni bizni to'g'ri yo'l ustida mustahkam qilsan degani, ya'ni biz to'g'ri yo'lda mu'minlar musulmonlar to'g'ri yo'lda turib, nima shu to'g'ri yo'lda desa, ya'ni to'g'ri yo'l ustida mustahkam qilsan. To'g'ri yo'lga boshlasan, Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlab musulmon bo'lib bo'ldi. Musulmon bo'lib bo'lgandan keyin endi to'g'ri yo'lga boshlasan degani nima demoqchi desa, ya'ni bizni to'g'ri yo'l ustida mustahkam qilsan demoqchi. Mana bu buluşluq tarafidagi, buluşsiz tarafidagi beştiki o'xshash bir ma'no bildirmoqchi. Ya'ni yeni bir ayet, ya eyyuhallazina amanu aminu. Ey iman etgan zotlar, iman etinglar dedimi? İman etinglar desa, iman etganlar imonini jing olmay qoldi, bilak iman etinglar degan emas, ma'nosi ya'ni iman ustida mustahkam turinglar. Ey iman etgan zotlar, aminu degan ya'ni iman ustida mustahkam turinglar degan ma'nosi. Deydi Musa rahimahulloh. Endi bu yerda ma oyatda beştiki sizlarni ya'ni aldab qo'ymasin kafirlarning o'lib cho'lishlari, u sizlarni aldab qo'ymasin. Nimishqa aldab qo'ymasin desa, javob ma'lum. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam va bi'sal mihad. Bu kafirlarga berilgan bu manfaat, bu ozg'in manfaatdir bu. Bularning o'lib cho'lishlari, davron surishlari, safar qilishlari, sayohat qilishlari, rahat parag'atlik turmush kechirishlari mata'un qalil, nihoyat oz bir matodir. Thumma andikin, yani bu matani keçip matalar tüyap bo'lgandan keyin ma'wahum, ularning o'rni cehennemdir. Ve bi'sel mihad. Bu cehennem bek yaman töşek bu. Mihad degan yani köpe degan gap, köpe. Töşek, köpe degan gap. Ma'nosi yani bek yaman joy. Joyi mesela andikin yapar. Yatgan joyi mesela deb. Bir adam degan shu yatgan, qar atgan joyi, yatib bo'landa, yani cehennem degan bek yaman qarar joy. Bek yaman joy degan ma'nosi. Musannif rahimahulloh nima debdi? Bu tafsirda yani matta'un qalil. Yani matta'un qalil. Bu bek az mata degan xabaru mubtada'i mahzuf, yani hazf qilingan, yani tashlab etilgan igining xabari. Tashlab etilgan. Buni igisi nima? Yani taqallubuhum fil biladi mata'un qalil degan bo'ldi. Yani ularning shaharlarda o'rilib cho'rilishlari, kezib safar qilib yurishlari, davron surishlari, rahat parag'atda maydasini tutib yurishlari, bu degan mata'un qalil, bek az bir mata degan. Yaman tez tugab ketgan, ko'z yumib ochqichi yo'qolib ketgan manfaat o. Ve arada qilletehu. Allah Teala bu menfaatlerinin azlıkını qaysi tarafını ko'zda tutdi desa, fi janbi ma fatahum min na'imil ahire. Bu kafirlarniki ahiretni qo'ldan berib o'tgan u nozu ne'matlik, rahat parag'atlik, paravan turmushlari qaraganda bu dunyodagi u bunga rahat parag'atlik u turmushlari hech nima emas u demakchi. Yani mu'minlar qarta hamdi. Mu'minlarga qiyomatda tayyorlangan savob, Alloh taolo mu'minlarga qiyomat kuni tayyorlab qo'ygan savobliga qaraganda, selishtirganda, buning bu dunyodagi bu o'lib cho'ylishlari, bu dunyodagi yurish turishlari biroz farqidir, hech nima emas degan bu. Yoki arada Alloh taolo amaliyotda mataun qalil deb amaliyotda buniki bu matasının, bu menfaatinin intayin az ekanligini, amaliyotda az, çünkü bir nima tez tugab qoldi. Tez tugab qoldiganligini ko'z yumib ochqicha qo'lidan bu rahat farqat mush dunyoda oxiratda emas, mush dunyoda ketadiganligini ko'zda tutib, bak az mata amaliyotda oxiratga selishtirmasida amaliyot o'zim o'yinda az mata demakchi. Summa ma'wahum jahannam. Andikin ularning o'rni jahannamdir va bi'sal mihad degan, ya'ni va sa'a ma mahadu li anfusihim. Ular özleriga rastlagan, özleriga tayyorlagan bu joy bek yaman joydir. Bek yaman joydir. Shuning uchun demak buniki matasi, javob nima? Xulosa qilam. Sizni Payg'ambar alayhisalom va Payg'ambarning ummatlari bu kafirlarning bu dunyoda rahat parag'at yurishlari, uni halok qilmay yurishlari hargizmi aldab qo'ymasin. Chunki buning bu yurishlari degan kichikgina bir qisqa o'tkinchi bir hayot. Nahayat ko'z yumib ochqicha tugab ketadi. Tugab ketgandan keyin bu dunyoda tugab ketadi birinchi. Ikkinchi oxiratga selishtirganda hech nima emas. Shuncha bunu o'lgandan keyin ham ularning o'rni jahannam bo'ldi. Bu jahannamning ichini siz obdan bilasiz mu'minlarni.
Kafirlar cık bilmeydi sizlar abdan bilisizlar. Bu partkan ya emas. Cehennem degen qaytitkan ya emas. Bu kipsa atkan ya emas demekçi Allah Taala. Demek kimniki yaxşı ekan? Kimin yaxşı ekan? Siz o palomana anda ötkünçe anda rahat bıraktın, tügünmez pütmez sınır rahat bıraktın yaxşı. Allah Taala bunu kimki ayette tefsir edip bitiyor. Lakinillezine ettekav. Lakinillezine ettekav rabbahum lahum cennetun tecri min tahtiha'l enhar. Bırak ulanın perverdigardın qoqqallah. Bırak ulanın perverdigardın qoqqallağa astıdın östenler iqtirdigan, mengü qilish taqdir qilingan cennetler Allah'ın dergahidin ziyafet yüzüsünün uluğa tayarlangandır. Ve ma indallahi hayrul lil ebrar. Allah Teala'nın dergahideki o yaxşılık bu hayır sakavetçi yaxşılığı için Allah Teala'nın dergahideki yaxşılık kafirniki bu dünyadaki o ötkünçe yaxşılık menfaatidin neçimin az yaxşıraktır. Yani bu ayetin tefsirinde İmam-ı Nesefi Rahimahullah deydi ki lakinillezine ettekav rabbahum bırak ulanın perverdigardın qoqqallah yani Allah Teala'ga şirk keltirishdan saqlanganlar üçün saqlanganlar lahum yani ular üçün astidan östanglar iqib turadigan ununda mengü qalğıcı bo'lgan cennetler ular üçün nuzulen degan sincay degan gap ham yani ziyafat üçün tayyorlangandir. Ve en nuzul ve nuzlu. Nuzla deb ikki iborat var. İki qiraat. Nuzula deb o'qish ve nuzla deb o'qishmi durust. Ama nuzul degan nima desa? Uyga kelgan mehmonga tayyorlanadigan ziyafat. Uyga kelgan dastlabki mehmon oldiga qo'ygan sinchay, bir piyola choy. Sinchay yani mehmonga tayyorlanadigan ziyafatni nuzul deb atadi. Nuzul deb atıladi. Endi bu yerda nuzulan degan gap hal, nuzulan hal. Nimadan hal? Ashu cennetin degan ularga cennetler tayyorlandi degan cennetin hal yani ularga bu cennetler o cennetlarniki hale kevnihi nuzula degan bu cennetlerning Allah Taala tarafidan mu'minlarga tayyorlangan ziyafat ikromi bo'lgan siyaqida ikromi bo'lgan holatida ularga jannat tayyorlandi degan bo'ladi. Lituxassisa bis sifa yani tuvanda keladigan sifatga xaslash uchun tuvanda bir sifat keladi bunga. Amdu vel amilu allam lahum deki amil bir xas ularga ham xas degandan kelsa lahum degan lam degan ixtisos uchun keladi masalan lam harfini ularga ham shu aslidan o'stana iqtirgan bu jannatlar Allah Taala tarafidan ularga ziyafat qilib tayyorlangan bu jannatlar ularga ham xasdir degan emas ularga ham xasdir. Yoki bu nuzulan degan masdar muakkad yani ta'kid etgan masdar o'ta biz so'zlab o'tgandek. Xo'kanahu qila rizqan aw ata'an yani ruziqu rizqa ularga bu aslında üstüne iqtirgan cennetler mengu qilish taqdir qilingan cennetler nuzula degan ma'noda rizqan degan bo'lsa yani ruziqu rizqa yani Allah Taala tarafidan ularga rizqi berildi. Yoki utu ata Allah Taala tarafidan ata ihson qilindi ularga degan ma'noda tushuntirmoqchi deydi. Endi min indillah degan sifatullah yani nuzulniki sifati o'tadi. Yani bu nuzul, bu ziyafat yani Allah Teala'nın dergahida bo'lgan ziyofatdir. Boshqa bir yerda emas. Bular ashuluqqa ham tayyorlangan, ostidan o'stana iqib turadigan, mangu qilish taqdir qilingan bu jannatlardan iborat bu ziyofat, bu ikrom nereden? Faqatlam Allah Teala'nın dergahididir. Allah Teala'dan boshqa hech kim anda buni mukofot bermaydi ki. Endi va ma indalloh. Va ma indalloh degan ma'vo shu beshtiki. Sizni kofirning quldagi ne'matlarini aldab qo'ymasin dedimi? Aldab qo'ymasin. Va ma indalloh degan. Allah Teala'nın dergahidagi yani minel kesiri daim tug'inmas, bitmas ko'p bo'lgan Allah Teala'nın dergahidagi bu yaxshiliklar hayrul lil abrar yani yaxshilarga, xayr saxovatchi, solih kishilarga, fujjarlar, fojirlar, eskilar manfaatlanayotgan, yo'qolib ketgan ozgina dunyodan Allah Teala'nın dergahidagi tug'inmas, bitmas abadiy bo'lgan rahat, baroqat, baxt, saodat yaxshi emasmi? Albatta yaxshidir. Hocam grammatik xasim bir so'zlaydi. Meyadiki lakinillezine diki
Lakini degan lakin degan so'zni oyatni lakinna deb tashdidlab qolgan ba. Yazid qarilarning Yazid degan qari lakinnallazina taqaw rabbahum deb bunda o'qigan ba. Endi lakinna degan istidrak uchun keladi. Bir masalani kam mazmun bo'lsa to'liqlash yoki tuzitish uchun keladi istidrak deb arabchada. Nimishqa qanday tuzitib desa libqai tamattu'ihim ularniki manfaatlanishini baqiy qildirish uchun. Lakin biroq o'sha manfaatlanish lillazina taqaw. Kim uchun? Lillazina taqaw faqatlam Alloh taoladan haqiqiy ravishda qo'rqqanlar uchun g'anama. Anda hammadan bo'lmaydi bu mukofotma. Alloh taoladan haqiqiy ravishda qo'rqqan muttaqiylar uchun ham beriladi bu mukofotlar. Shu Alloh taoladan qo'rqish kerak. Endi Alloh taolo bu masalani mu'min musulmonlarga tasalli berib, kofirlarga kelgan rahat bag'ida olinib ketmoqlar deb mu'min musulmonlarni tasalli qilish va tavsiya qilish va yetaklab bo'lgandan keyin endi keyingi oyatda Allah keyingi bizlar so'zlamoqchi bo'lgan oyat Abdullah ibn Salam va undan boshqa kitoblardan bo'lgan musulmonlar haqida tushgan yoki Najran ahlidan bo'lgan 40 ta musulmon haqida yoki Habashistondagi 32 ta Najashi boshchilik 32 ta musulmon haqida yoki Rumdan kelgan 8 ta musulmon haqida tushgan. Bular hammasi yuqorqi hammasi Isa alayhisalom diniga ishonadi, ammo bular hammasi musulmon bo'lgan. Alloh taolo bular haqida nima deydi? Va inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah. Kitabilardan Alloh taologa albatta kitabilarning shubhasizki kitabilardan albatta Alloh taologa iymon etadiganlari va ma unzila ilaykum va sizlarga tushirilgan Qur'onga iymon etadiganlari va ma unzila ilayhim ularga tushirilgan kitoblarga Tavrat, Injil va kitoblarga iymon etadiganlari va xoshiina lillah degan bularniki iymon etishi Alloh taoladan qo'rqqan holatda Alloh taolaning qo'rqqan holatida iymon etadiganlari va la yashtaruna bi ayatillah yana bu ikkinchi hol bu ya'ni bular Alloh taolaning oyatlarini ozg'ini pulni deb tegishib etmaydi, almashtirib etmaydi. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Ana shular uchunladir ularning mukofoti, ularning Rabbining dargohidagi ularning mukofoti shular uchunladir, boshqalar uchun emas. Innalloha sariul hisob. Shubhasizki Alloh taolo hisobni intayin tez ochurur. Mana bu oyatniki tafsirida Imom Nasafiy rahimahulloh deydiki va inna min ahli kitabi laman yu'minu billah. Kitabilarning shubhasizki kitabilarning ichidami Alloh taologa albatta iymon etadiganlari bor degan bu yerdagi lam harfi lamul ibtida bu yerdagi laman yu'minu billah degan lam harfi la degan lam harfi bu lam ibtida deb ataladi. Bu lam ibtida innaning ismi inna degan hurfi mushabbahati bil fil fil siman harf bu inna degan mush innaning ismiga keldi. Innaning ismiga qolsa inna may yu'minu billah bu yerda hurfi mushabbahati bil fil shu hurfi mushabbahati bil filga keldi. Nima uchun? Nimishqa innaning ismiga lam ibtida kirdi desa min ahlil kitabi degan zarf yani ravish shu inna bilan lamning o'ttirisida fasilolab ayirib turganlik uchun kiralidi. Bu nima degan gap desa bu grammatik qoidasi hamda ammo qarindoshlarga joq muhim emas, lekin o'qigan qarindoshimizga foydasi bor. Asli inna kelsa innaning orqadan inna degan harf degan ta'kidlash harfi arab tilida. Chuqur shubhasizki haqiqatan degan ma'no ifodalaydigan. Innaning keladigan ya ism innaning ismisi kelish kerak, innaning egisi yoki innaning xavli kelish kerak. Anda kami innaniki keladigan innaning nimasi kelish joiz emas. Ya'ni innani ta'kidlatgan yeni bir ta'kid lam ibtidada yeni bir ta'kidin birisi innaga ulashib kelishi joiz emas. Lekin innaning ismi bilan ya'ni demak inna lama yu'minu billah deb o'qish joiz emas. Lekin inna bilan innaning ismisining orasida bir fasil ya'ni innaning xabaridek masalan fasildan birisi oldiga chiqsa u chaqda nima yeni bir ta'kidlash yeni bir ta'kidni qilitish kigizish joizdir. Inna min ahli kitabi lama yu'minu deb kigizish joiz bo'ldi demakchi. Sanab rahimullohniki. Shu sababdan joiz bo'ldi. Hammasi grammatik qoidalar. Va ma unzila ilaykum. Ya'ni
Şoňa rewiş dep goýuşymyz ähli kitaplarning içinde demeýdimiz şoň. Şübhesiz ki ähli kitaplarning içinde Allah Taalaga iman et. Elbette Allah Taalaga iman etdiganlary var. Ve silerge düşürülgen yani Kur'an-ı Kerim'e iman etdiganlary var. Ve ma unzile ileyhim ulağa düşürülgen yani kitabeyn. Yani Tevrat İncil'e iman etdiganlary var. Haşi'ine lillah. Belki bu haşi'ine lillah degen yu'minunun paýdadyny hal. Yani ular Allah Taala'dan kokkan halatida iman etdi bular. Kibir tekebbür kılıp emez. Ya bir mahlukun emez. Allah Taala'dan kokkan halatida iman etdi. Nimişqa li enne men yu'minu çünkü bir yerdeki yu'minu çünkü bir yerdeki men yu'minu degen ayet köplük manasında yani men yu'minun degen Allah Taala'ga iman etdiganlar bada manetimiz aytgan. Allah Taala'ga iman etdigan bir adam bada manetimiz. Belki bunun lafzi ayetning sözlüki birlik şekilde kelgen bolsa-mu manisi men degen umumi sözlükden bildirilgan vasıtalar amillardan biri bolganlyk üçin yani Allah Taalaga iman etdiganlar bar dep ma'no etimiz. Şonuň üçin haşiine degen hal kelgende köplük şekilde geldi. Çünkü hal degen nimege sıfat mevsufga egişitu hal zil halga egişitu nime jahatda birlik gelse birlik ketu. Hal zil hal birlik gelse hal mu halat mı nimegda birlik halatı ketu. Eğer işkilik halat gelse işkilik halatı köplük halat gelse köplük halatı ketu. Ama ya lema yu'minu billahi dep yu'minu billahi dep lemmen yu'minu nime keptu birlik halat keptu haşiine köplük halat keptu kanda geldirse şu müvedim bunun manisiga itibar bergenlik. Bunun manisini gözde tutup sözlük degen labzini gözde tutmayın manisini gözde tutup şu haşiine de köplük şekilde geldi deydi. La yeşterune bi ayatillahi thamanan qalila. Yani bula Allah Taala'nın ki ayetlerini azgını bedelini dep, azgını pul dünyanın ahiret cevablarını dep mesut etmeydi yani almaştırıp etmeydi, tükeşir etmeydi. Kema yef'alu şundak ki ulanın alimlerinden, ulanın çoğunlarından Müslüman boğalları Tevrat'taki hükümlerini ulanın bayları gelse başka hüküm, namretleri başka hüküm. Peygamber Aleyhisselam'daki sıfatlarını özgürtüp atkandak mesela. Aslında nurullah işleri var. Anda işlerini kımaydı mı ola. Ana herkes manda işlerini kımaydı. Hem de bir ki la yeşteruna degen haşiine degen halden kelgen yeni bir hal. Yani bula demek ki onu Allah Taala'nın kokkan halatı iman etdi ve Allah Taala'nın ayetlerini azgını bedeline dep tigeştirip etmegen, almaştırıp etmegen halatı iman etdi kaldı bula. De bunda iki halini geldi. Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim. Yani şula ulanın mükafatı, ulanın ecr mükafatı Perverdigarının dergahıydı. Ulaike ganam kastır diyen. Yani ma yahtassu bihim minel ecr yani ulağa has bolan ecr mükafat huwa ulağa has bolan ecr mükafat olsa Allah Taala'nın ki Sur Kasas'taki ulaike yu'tuna ecrahum merrateyn diyen yani şula ulağa ulanın mükafatı iki katın berileti diyen. Ulağa mükafatı iki katın berileti. Biri özününki kitabı iman etkan. İkincisi Kur'an'a iman etkan. Demek bu da ecrini iki katın berileti kallama. Bu mükafat hem Müslüman'a verilmeydi. Fakat şunu kanam lehum diyen yani bir lam şu ihtisasını bildirdi ki haslıkını yani. Bu mükafat yani iki katın ecr mükafatı Tevrat İncil'e iman etkan bir mükafat. Onun kendinden İslam'a Kur'an'a iman etkan bir mükafat. İki mükafat ama şu kanam berileti. Muşu Türkiye'de kaldığı kanam berileti. Hem öyle gelmez diyen gibi. İnnallaha sari'ul hisab. Allah Teala intayin tez hesap ağıcıdır. Demiş ki Allah Teala'nın ilmi her şeye küçüğüge, her şeyde küçüğüge. Allah Teala her sahada ilmi kamaletke etken zat, çeksiz ilim bu hesap. Allah Teala hesap cihetti mu? Bu dünyadaki alimler hemisi takassus nemige ayrıldı, penliki, Türk ayrıldı. Birisi coğrafyada mutakassis olsa birisi bir biyologiyada, bir psikologiyada mutakassis olsa Allah Teala her sahada kamalet etken zat. Şu an hesaptı mı tiz Allah Teala hesap bilimi intihayını koydu. Hem de bu şu ayetindeki tefsirde ne de sizin sözde bir tepki tutkan bir yaba o bolsa Necaşi o patlap gitken çağısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aslındaki karındaşınlar Necaşi o patlaptı onunla
g'oyibani namozini o'qib o'tinglar deb payg'ambar alayhisalom namozni o'qir deb shunday degan vaqtida ba'zilar va shu najoshilik habashtalik alaj falaj ditqan andan tilni qulamayotgan odamga namozni o'qib o'tamiz degan vaqtida shu ham shu oyat tushgan. Sizlar anda deganinglarga andan mundaq alaydi bu odamni ulug'ib berilgan ikki ajr hech kimga berilmaydi undan boshqa deb tushgan oyatda sababi nuzulda shunday bayon qilingan. Allah subhanahu wa ta'ala taqaddas undan deydiki oxir surada oxir oyatda deydiki ya ayyuhallazina amanu isbiru va sabiru va rabitu vattaqullaha la'allakum tuflihun. Ey iman etgan zotlar isbiru degan sabr qilinglar va sabiru degan o'zaro bir-biringizga sabrni tavsiya qilinglar. Va rabitu sabrni tavsiya qilishinglar. Va rabitu degan chegara yo'llaringlarni mustahkam saqlanglar. Vattaqulloha la'allakum tuflihun. Nijot topishinglar uchun Alloh taoladan qo'rqinglar deydi. Bu oyatniki tafsirida Imom Nasafiy rahimahulloh deydiki ya ayyuhallazina amanu. Yani ey iman etgan zotlar sabr qilinglar. Yani islom diniga va islom dinining mushaqqatli takliflariga sabr qilinglar. So'qlarni tartib namoz o'qitgan ishlarga, atdigan qopab urg'uni tashlab masjidga chiqib mumda qo'rqitgan ishlarga, shunda qiyinchilik kunlarda Ramazonda issiqlarda ro'za tutgan ishlarga, shunda amroq pullaringdan paylab zakot bergan ishlarga, shunchalik pullaringni sarf qilib moddiy jihatdan, jismoniy jihatdan jafotat fayj qilgan ishlarga, agar kofirlik yurtingni misol qilsa, yurtingni diningni qo'dash uchun jihad qilgan ishlarga hammaga sabr qilinglar degan. Junayd Bag'dodiy radhiyallohu anhu deganki, isbiru sabr qilinglar degan oyatning tafsirida as-sabru sabr degan, sabr qilish degan inson o'zining nafsini jafo mushaqqatlarga chidab nafsini riyozatga silib jaza pazani yani boshqalarga hammaga dad aytishni, bilak odamlarga dad aytib, ammo unda olib ketdim, bunda olib ketdim deb maxluqqa hol mong aytib dad vaqrab jaqrab dad aytishni tashlab jafo mushaqqatli kelsa o'zini tutib olish deganlik, sabr qilish degan, o'zini jafo mushaqqat baloy afat kelsa bilak odamga vaqrab jaqirmay ondan ammo unda balo keldi, bunda balo keldi deb savdolab qolmay, kimni ko'zlab qolmay o'zini tutib olib sabr qilish degan shudir, o'zini tutib olishdir deb Junayd Bag'dodiy radhiyallohu anhu shunda degan. Va sabiru degan, ya'ni sabiru degan gap o'zaro sabrni tavsiya qilinglar degan gap. Ya'ni bu yerda Musannif rahimahulloh deydiki, ya'ni va sabiru a'da Allohi fil jihad. Ya'ni jihatda sabr qilish jihatda ala shadaidil harb jangning qiyinchiliklariga, jangning kulfatlariga sabr qilish, bardoshlik bilish jihatda kofirlarni la takunu aqallu sabran minhum. Kofirlarni hargiz ozroq qolmanglar. Sabr qilish, bardoshlik bilish, chidamchanlik jihatda kofirlardan bo'shaloq qolmanglar. Kofirlar qanchalik bardosh qilsa, kofirning natijasi ziyoda bardoshlik bilinglar. Chidanglar, birlikni yo'qotmanglar, sabir degan gap o'zaro birsi-birini tavsiya qilishib, qattiq bardoshlik bilinglar. Jangda qattiq chidamchanlik ko'rsatinglar, sabotlik ko'rsatinglar. Va rabitu degan aqimu fi-thugur rabitina khaylakum. Ya'ni sizlar chegara rayonlarida islomniki dushmanlar hujum qilib kelish, har vaqt hujum qilib kelish ehtimolligiga qo'rg'an chegara rayonlarida otlaringlarni bog'lagan holatda mustahkam turinglar. Ya'ni shu chegara rayonlarida mustarsidin degan gap dushmanni kuzatib jang qilishga tayyor bo'lib turinglar. Ya'ni shu dushman qachon keldiki, qachon jangga chiqdi deb tayyor holatda otlaringlarni bog'lab turinglar degan. Rabata degan ot bog'lashni chiqqan gap. Ma'nosi rabita degan ma'nosi shu deydi Alloh taolo. Rabita degan ma'nosi o'shanda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sahih Buxoriyda aytgan Sahih nima degan? Alloh yo'lida bir kun ot bog'lashmaydi. Chegara yo'llarida yoki jang bo'lgan mezgilida dushmanlarniki musulmonlar to'piga o'g'irlikcha tuyuqsiz hujum qilishni saqlab, postda turadigan qarovullik xizmatini o'tash, ya'ni bir kun o'tash
Dünya ve ma aleyha. Dünyadaki barlık nersi tepip sadaqat qilgandan, bütün ibadetni qilgandan afzal. Dünya ve fiyan yaxshilik ayet olsa, hadis olsa, yeni bir hadiste bir gece gündüz musulmonlarning tupini qo'dab, postda qarovullik tutganlik bir ay ro'za tutgan, kechasi qiyam qilib, kunduz ro'za tutgandan afzal degan. Demek bu intayin ulug' ibadet. Rabat degan musulmonlarning tupini qo'dab, postda turish, qarovullikda turish degan. Yani davlat mudofaasi degan gap. Endi yeni bir hadisda buni ba'zi mufassirlar deganki, bu rabito degan Peygamberimiz bir hadisda amallarni ko'taradigan, darajalarni ko'taradigan amallar nima deganda, biri shunda sovuq vaqtimi kamil tahorat ilish, sovuqmi jabbal vaqtimi kamil tahorat ilish, yeni biri masjidlarga qadam ilib, qadam ilib berish, uzun yerdan piyoda minib berish. Uchinchisi nima? Bir namozni o'qib bo'lgandan keyin yeni bir namozga saqlab turish. Bu ajoyib darajalar bak yuqori ko'tarayotgan katta amal ibodatning için birisi. Mushunda Peygamberimiz fazalikumur ribat deb degan. Ribat degan aynan shu. Ya'ni Alloh taolo demoqchi bo'lgan ribat degan mana shu. Demak, degan. Ribatning ikki ma'nosi. Biri bog'lash, bir namoz bir vaqt namoz o'qib bo'lgandan keyin yeni bir vaqt namazını vaqti kelguncha saqlab turish mush ribat, mushuni qatori keldi. Hadis orqali. Vattaqullaha la'allakum tuflihun. Sizlar Alloh taoladan qo'rqinglar, la'allakum tuflihun degan. Balkim nijot topib qolishinglar mumkin. Al-falahu, falah degan nima? Nijotlik degan nima desa, al-baqa'u ma'al mahbubi ba'da al-khalas ya'ni al-makruh. Ya'ni jafo mushaqqatdan qutulib bo'lgandan keyin, xafilatdan qutulib bo'lgandan keyin o'zi yaxshi ko'rgan do'stlar bilan birga bo'lish, birga qilishni nima deb ataladi? Yaxshi ko'radigan yaqin yo'qlar bilan birga qilishni falah deb ataydi. Haqiqiy nijot degan bu. O'zi g'ana qutulib qolmay, shu yaqin yo'q, yarda ota, ana, bola tuqqan eng yuqori dunyoda suyadigan, yaxshi ko'rgan odam bilan birga bo'lishni o'zini nima? Falah deb ataladi. Alloh taoladan qo'rqinglar, bunda nijotlikka erishsizlar. Endi la'alla degan so'z kelajakni g'oyib qilish uchun, ya'ni uqulamaydi kelajakni bunda bir qulamaydigan bir holga keltirish uchun qilgan narsa. Ya'ni bunda bo'lishi mumkin, balkim bunda bo'lishi mumkin degan gap uchun kelyapti lug'atda. Nima ish Alloh taolo la'allani keltirib qo'ydi desa, bular orzu istakligi yo'lni olmasin. Xudoyim inshaalloh indalab ketadi. Xudoyim indalab ketadi deb an taqdimil a'mal deydi. Amal ibodatni muqaddam qilmay, amal ibodat qilmay, Xudoyimiz indalab ketadi. Xudoyimiz indalab ketib, uni chiqitib, qo'rq, ham xiyol chekmasa deb to'xtamay, la'allakum. Ya'ni mushunda amal ibodat qilib tursanglarmi, sizlar nijotga erishishinglar mumkin desa, amal ibodat qilmaganligi yo'q ularning ishi bu. Adın. Şu bir ikki ma'no chiqdi bundan. Biri qilgan amal ibodatingligini qilmanglar, ishinib ketmanglar, Allohning rahmatini umid uzmanglar. Men bunda ibodat qilyapman, jannat bizdan deb kesyapmanglar biga. Bunda ma'no chiqdi. Yeni bir ma'no shu deganda, bunda amal ibodat qilib turganda Xudoyim la'allakum nijot deb qolasizlarmi-ki degan yerda anda amal qilmaganning ishi yo'q degan ma'no chiqdi. Ikki ma'no chiqdi. Vaqila aytilishicha isbiru, ya'ni oyatdagi mu'minlar sabr qilinglar degani, ya'ni menga muhabbat bog'lashda, meni yaxshi ko'rishda, sizga har qanday kelgan shaytonning vasvasalari, har qanday yomonlikqa sabr qilinglar va sabiru fi ni'mati. Sabiru fi degan mening ne'matimda bu o'zaro sabrni tavsiya qilinglar bir-biringizga. Agar men ne'mat bersam, bununda haddini eshib ketmay, o'zingni tutib olib, o ne'mat bilan yaxshilik yo'llarni ishlatishga bardosh qilib chidanglar. Qancha yo'g'onib kelib ketsam, va bak bir kranlab ketgan ketsam, o'zingni tutib olinglar. Va rabitu anfusakum fi xidmati degan o'zingni davomli xuddi ot bog'lab turganday men xizmat qilish uchun davomli o'zingni tayyor tutinglar. La'allakum tuflihun. Ayda qilsangiz balkim meningki yaqinligimga erishishingiz mumkin. Mening qurbatimga, mening yaqinligimga erishishingiz mumkin. Mening muqarrab bandalarimdan bo'lishingiz mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, iqra'u az-zahrawayni al-baqarata va surata Ali Imron. Ya'ni heliqi ikki nurliq sura, Baqara surasi va Ali Imron surasini o'qinglar. Fa innahuma, chunki bu ikki sura
Bu ikki surani demiş kız Zahra nurluq söylep ataydı desаңlar. Xuddi yana ay bilan kunga o'xshatdi. Boshqa suralar hammasi yulduzlardek chaqnab tursa, Mav sura Baqara bilan sura Ali Imron fazilat jihati xuddi ay bilan kun ayrilib turganday, aynan nurluq. Ay bilan kunning nuri ayrilib turganday, Mavning fazilati bunda ayrilib chaqnab turdi degan gap. Bu suraning fazilatini demoqchi endi. Fa innahuma, yani chunki bu Baqara surasidan Ali Imron surasi ya'tiyani yawmal qiyamah, qiyomat kuni ka'annahuma ghamamatan, xuddi bu ikki bulut kabi, ikki bulutdek bir kut, ikki bulutdek shaklda. Yoki av g'ayabata, av g'ayayatan, yoki xuddi bir ikki soyadek, qattiq cho'ng bir soya, tumanliq, tumandek ayndek etu. Av firaqani min tayrin sawaffa tuhajjani an ashabihima, yoki shu sap qanotlarini karib, shu birsi qanotlarini tekkizib sap tuzishgan, qator sap tuzishgan qushday ikki to'p bo'lib ketdi. Nima ish qildi desa, tuhajjani an ashabihima. Mush ikkisiniki ashablar degan shu sura Ali Imron bilan sura Baqarani tilovat qilgan, shu sura Ali Imron bilan sura Baqarani yod olgan, sura Ali Imron bilan sura Baqariniki ma'nilari ustida tadabbur qilgan, tafakkur qilgan, fikr yurgizgan va shu ikkisi amal qilganlar nima sota, mush sura Ali Imronniki ashabidir. Mush sura Ali Imronning ashablarining haqida hujjatlashib Alloh taolo bilan davlashib, Xudoya ma bandang meni yodag'an. Xudoya ma bandang meni tilovat qilgan. Xudoya ma bandang menga amal qilgan. Xudoya ma bandang mening ma'nilarim ustida fikr yurgizgan. Ma bandangni uzoqlashtirmasang deb Alloh taolo bilan muqta davlashibdi. Vallahu a'lam bis-savab. Alloh taolo eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Alloh taologa hammalarning qarar joyi, barar joyi Alloh taolo tarafidir. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halqihi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah subhanahu ve teala ve tekaddesinin tevfik ve inayeti bilen Allah taala çeksiz şükürleri olsun. Ali İmran suresinin tefsiri mana bugün çarşamba günü mana bugün ahirlaştı. Allah taoladan şu Kur'an-ı Kerim'in ahirgacha tefsirini davamlaştırışını Allah taoladan tevfik bilishini Allah taoladan so'raymiz. Mana şu Ali İmran Baqara suresinin tügellikinin hürmeti, muşu kattı amel ibadetinin hürmeti Allah taola'nın tileydiğimiz vatanımız Şarkı Türkistan'daki barlık mümin Müslüman kardeşlerimizni ve Suriye'deki, Türkiye'deki beşikken balay kazaken cemi mümin Müslüman kardeşlerimizin beşikken çok küçük balay kaza afetlerini kütürü ötüşünü ulağı rahmet nezri bilen karışını Allah taola'nın tileyimiz. Allah subhanahu ve teala ve tekaddes her şeye kadirdir ve Allah bu mümin Müslümanlığa kelgen bu balayı kaza degan ötkünçü balayı kaza kafirlarga kelgen rahat paragat ötkünçü rahat paragat haqiqiy rahat paragat mümin Müslümanlığa bu dünya ahirettedir. Muş dünyada Allah Teala mümin Müslümanlığa galbi ataqatu ahirette rahat paragat erişdi. Allah Teala mümin Müslümanlığına Allah Teala muş ayetteki bugünkü ayetler